Bu ma'lumotimiz yangi kvartira olib, yangi kvartirani santexnika ishini qildirmoqchi bo'lgan yoki remont qildirmoqchi bo'lgan akalarga tegishli. Shu bugungi bo'layotgan holat ko'pchilikda kvartirani olishadi, 3 ming dollarga kuxonli mebel qildim, 5 ming dollarga nimadir qo'ydim, 1000 dollarga lustra qo'ydim deyiladi. Shu bugungi ertalabki holatda yaqinda o'sha remont qildirib, palon ming dollar pul sarf qilib, palon ming dollarga kuxonli mebel qildirib, santexnika ishiga kelganda eng arzon tender qilinadi bizda ko'proq. Eng arzon mahsulot bilan eng arzon kim arzon qilib bersa, shu ustaga qildiriladi. Kvartira bitganiga bo'lsa 1 oy yo 2 oy bo'lgan. Telefon qilyaptilar, qayerdandir o'techka bo'lyapti. O'techka hamki qo'shni xonadonga pastlarga suv oqyapti. Pastdagi odamni uyini remont qilib berishlari kerak ekan. 2000 dollar pul ketar ekan. Ustadan olib ketdilar. Endi uning uchun 2000 dollarga qo'shninikini remont qilib beradilar. Ikkinchi o'zlarinikini yana boshqalardan buzib boshqalardan qildiradilar. Uchinchisi remontga yana boshqalardan qildiradilar. To'rtinchisi birinchi qilgan sarflarga qo'yadilar. Уже 4 marta 4 barobar oshiqcha lishni sarf qilyaptilar. Bitta kvartiraga bizda o'sha premium klassdagi mahsulotlarimiz, masalan 2 xonali 3 xonali kvartiralarga qilyapgan 3 ming dollar, 4 ming dollar, 4,5 ming dollargacha rosa bo'lsa santexnika mahsulotlari, mehnati hamma bo'lib 4 ming 4,5 ming dollargacha tushyapti. Bitta kvartirani santexnika montajiga, dizayniga emas, montajiga. Lekin bu qimmatli qilib, kimlargadir qimmatli qiladi, arzon mahsulot ishlatib, qo'shni bilan ertaga bir-birlarining o'rnlariga so'qchilik tushyapti. Full rasxoti yana o'sha boyaga aytganimizdek 3 barobar, 4 barobar ko'p sarf qilishadi. Shuning uchun maslahatimiz sifatli mahsulot mutaxassis ustalarga qildirishinglarni so'raymiz, chunki bu narsa bitta yoki ikkita bo'lmayapti. Yaqindan bir orqa-moqqa ketma-ket ko'p kvartiralarda shunaqa muammolar kelib chiqyapti. Shuni yangi kvartira olgan, yangi remont qilayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar shu videoni.